Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugungi yig'ilishimizdan maqsad bizni Turon bankda mavjud yangilanib borayotgan kredit mahsulotlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xususan kuni kecha bizda tasdiqlangan bir hammaga manzur keladigan bir produkt chiqdi. Ya'ni qanaqa sizlarga hech qanaqa ortiqcha hujjatlarsiz, ortiqcha ta'minotsiz, ortiqcha to'lovlarsiz kredit chiqdi. Bu kredit qanaqa bo'ladi? Ya'ni biznesni kafolatlash milliy kompaniyasi tomonidan kafillik beriladi. O'sha kafillik asosida biz Turon bankda faoliyat yuritayotgan, kamida 6 oydan bir faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga kredit ajratib boramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni maqsadli va maqsadsiz kreditlar ajratamiz. Maqsadli kreditlarni 18 oydan 30 oygacha bo'lgan muddatda maqsadsiz bo'lganlar esa bu ham 36 oy muddatgacha maksimum foizi 30% bo'lgan foizlarni ajratamiz. Mijozga qo'yiladigan talablar bo'ladi. Bu yerda qanaqa olsam, qanaqa foydalansam degan savollar bo'ladi. Mijozga biz quyidagi talablarni qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasi hududida ro'yxatdan o'tgan va faoliyatini amalga oshirayotgan kichik biznes, o'rta biznes tadbirkorlarga bo'lishi kerak. Bu tadbirkorlarga nisbatan to'lovga qobiliyatsiz to'g'risida ish qo'zg'atilmagan bo'lishi kerak. Soliq hech qanaqa qarz bo'lmasligi kerak. Shuning qatorida kredit tarixi ham salbiy kredit tarixiga ega bo'lmasligi kerak. Oxirgi hisobot davri uchun moliyaviy natijalarga ko'ra faoliyatim zarar bilan yakunlanmagan. Ya'ni moliyaviy hisobot topshirishi majburiy bo'lgan NCJlarga bu taalluqli, YTT oilaviy korxonaga bu taalluqli emas. Kreditga loyihatli sinfdan past bo'lmagan tadbirkorlar bo'lishi kerak. Murojaatiga ariza bergan sanasida soliqlar bo'yicha 10 ming so'mdan ko'p bo'lmagan qarzdorligi bo'lmasligi kerak. Turon bank quyida o'tganimdek Turon bank tizimida uzluksiz oxirgi 6 oy davomida doimiy tushumga ega bo'lgan, 1 yildan kam bo'lmagan faoliyatga ega bo'lgan tadbirkorlar bo'lishi kerak. Bizdan oldin olgan kreditlar bo'yicha so'ndirilganligidan qat'iy nazar 5 vaqtdan ko'p 30 kun hamda umuman 60 kundan oshmagan kredit qarzlar bo'lmasligi kerak. Belgilangan joriy shartlardan o'tmagan mijozlarga bankning tegishli kollegial organlari tomonidan alohida hollarda ham bu kredit olishga ruxsat berilmaydi.